Assalomu alaykum hurmatli azizlar, chaqonchilanganlar, navbatdagi bektam ishlar boshlab oldik. Bu yerda biz parova отоплениyaga luchevой sistema qilib beryapmiz. Xo'sh, kecha kunlari shtrabrezimizda chiroyli qilib betonlarni kesib, turbalarimiz yo'liga yo'llar ochib oldik. Mana shu holatda sekin endi mana luchevой sistema qilib montaj qilib ketyapmiz. Roshdan bitgan holat mana shunday qoladi buni. Shebas bilan hammasi cho'tka holatda bajarilyapti. Bir qator buni suvab netib, ariqlarimiz to'lgandan keyin bir qator arzon qilib ko'rsatamiz. Luchevой sistemani yaxshi tomoni stikkan bo'ladi. Mana butun turba kollektorgacha borgan oxirigacha. Bu yerga kommunistli termostat qo'yib beramiz inshaalloh va kommunist termostat orqali kollektorimiz o'zidan bu yerga kallalar o'rniga shu datchalar qatiriladi va har bitta xona alohida o'ziga yarasha gradusda ishlaveradi. Inshaalloh shu ko'rgazmada qo'yib qator oxirida bir qator obzor qilib beramiz. Bitgan holatini ham. Hozircha ish jarayonidan lavha